أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 45. Sura Jasiye Mekke'de nazil bo'lgan 37 oyat. Nihayet şefqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Hamim. Bu kitob g'olib, hikmat bilan ish qiluvchi Alloh tarafidan nazil qilingandir. Osmonlarda va zaminda mu'minlar uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan haqiqatan nurg'un dalillar bor. Sizlarning yaratilishinglarda va Alloh zaminda tarqitib o'tgan jonivorlarda Allohning qudratiga jazman ishindigan qavm uchun nurg'un dalillar bor. Kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida, Allohning bulutdan yomg'ir yog'dirib, uning bilan o'lgan zaminni tirildirishida va shamollarning yo'linishini o'zgartib turishida tushundigan qavm uchun Allohning birligini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. Ana shular Allohning oyatlaridir. Ey Muhammad, uni sana haqliq bilan tilovat qilib beramiz. Ular yana Makka kuffarlari Allohni va uning oyatlarini qo'yib qaysi so'zga ishinidu? Har bir gunohkor yolg'onchiga voy. U Allohning oyatlarining o'ziga o'qib berilayotganligini anglab turadi. Ondan takabburlik qilgan holda go'yo uni anglamagandek kufrda ching turadi. Gumrohlikda texmi azvalaydi. Onunğa qattiq azob bilan xush xabar bergin. O bizning oyatlarimizdan biror narsani bilgan chaqda, ya'ni onunğa Qur'on oyatlari yetgan chaqda, uni masxara qiladigan narsa qilib oladi. Ana shular xarqig'uvchi azobga duchor bo'ladi. Ularni oldida jahannam kutib turadi. Ularning erishgan narsalari va Allohni qo'yib do'st tutgan narsalari, ya'ni butlari ularga hech narsaga asqatmaydi. Ular cho'ng azobga duchor bo'ladi. Bu Qur'on onunğa ishongan va onunğa ergashgan kishiga komil hidoyatdir. Parvardigorning oyatlarini inkor qilganlar eng qattiq azobga duchor bo'ladi. Allohning amri bilan dengizda kemalarning yurishi uchun, sizlarning Allohning fazilatidan talab qilishinglar uchun va Allohga shukr qilishinglar uchun Alloh sizlarga dengizni bo'ysundirib berdi. Alloh osmonlardagi va zamindagi narsalarning hammasini kamoli fazildan sizlarga bo'ysundirib berdi. Buningda haqiqatan qudrati ilohiyatni tafakkur qiladigan qavm uchun Allohning qudrati va birligini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. Mu'minlarga aytqinki, Alloh har qavmning qilmishlariga yarasha jazo beradiganligi uchun ular Allohning kunlarini umid qilmaydiganlarni, ya'ni Allohning azobidan qo'rqmaydigan kuffarlarning yetkazgan arziyatlarini kechirsin. Kimki dunyoda yaxshi ish qilsa, o o'zining foydasi uchun qiladi. Kimki yomon ish qilsa, o o'zining ziyni uchun qiladi. Ondan keyin Parvardigoringlarning dargohiga qaytarilsizlar. Alloh yaxshilikqa mukofot, yomonlikqa jazo beradi. Shak shubhisizki, biz Isroil avlodiga kitobni, ya'ni Tavratni, hikmatni va payg'ambarlikni ato qildik. Ularga pak narsalarni rizq qilib berdik. Ularni zamonidagi jahon ahlidan ustun qildik. Ularga din ishida ro'shan dalillarni berdik. Faqat ularga ilm, ya'ni dinning rostligiga qat'iy dalillar kelgandan keyinla, ondan ular o'zaro hasad qilishib, ixtilof qilishdi. Parvardigoring haqiqatan qiyomat kuni ular ixtilof qilishgan ishlar ustida hukm chiqaradi. Ondan seni biz, ey Muhammad, din ishida ro'shan bir yo'lda qildik. Shu yo'lga ergashgin, bilmaydiganlarning nafs xohishlariga ergashmagin. Shubhisizki, ularning gumrohligiga moslashadigan bo'lsang, ular sendan Allohning azobidan hech narsani dafi qilolmaydi. Shubhisizki, dunyoda zolimlarning ba'zisiga do'stdir. Alloh taqvodorlarning do'stidir. Bu Qur'on insonlar uchun ro'shan pakitlardir, hidoyatdir. O'lgandan keyin tirilishga jazman ishongan qavm uchun rahmatdir. Yomon ishlarni qilganlar, ya'ni gunohkor kuffarlar, o'zlarini iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlardek qilmishlarini hayotlikda, mamatlikda ular bilan o'xshash qilishimizni o'ylamda, ya'ni ularni o'xshash qilishimiz mumkin emas. Ularning chiqargan hukmi nima degan yomon? Alloh osmonlarni va zaminni haqliq bilan yaratdi. Har insonning qilmishiga yarasha jazo yoki mukofot beriladi. Ularga zulm qilinmaydi. Ey Muhammad, menga nafs xohishini iloh qilib olgan, Alloh ozdirgan, haqni bilib turgan, Alloh quliqini va qalbini pechatlab etgan va ko'zini pardalagan odamni aytib bergin. Alloh ozdirgandan keyin uni kim hidoyat qila oladi?
Sizlar ulardan vaz nasihat olmamsizlar? Ular yana qiyomatni inkor qiluvchilar. Hayot degan faqat dunyodagi hayotimizdir. O'limiz va tirilimiz faqat zamonning o'tishi bilan yo'q bo'lamiz deydi. Ular bu xususda hech qanday ma'lumotga ega emas. Ular faqat gumon bilan so'zlaydi. Ularga bizning oyatlarimiz ochiq o'qib berilsa, ularning pakiti faqat agar rostchil bo'lsanglar, ota-bobolarimizni keltirib beqinglar, ya'ni tirildiringlar deyishdan iborat bo'ldi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Alloh sizlarni tirildira oladi, ondan ajlinglar bitganda vafot qildira oladi. Ondan shak shubhasiz qiyomat kunida sizlarni yig'ib. Lekin kishilarning to'lisi Allohning qudratini bilmay, qayta tirilishni inkor qildi. Osmonlar bilan zaminning podshohligi Allohga xosdir. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda kofirlar ziyon tortadi. Har ummatni qo'rqinchning qattiqligidan tizlangan holda ko'rsam, har ummat o'zining nomi amaliga chaqiriladi. Ularga bugun qilmishinglarga yarasha mukofotga erishsizlar yoki jazoga uchraysizlar deyiladi. Bu bizning kitobimiz, ya'ni nomi amal sizlarga haq bilan so'zlaydi. Biz qilmishinglarni yozdirib turgan edik. Iymon etgan va yaxshi ishlarni qilganlarga kelsak, Parvardigori ularni o'zining rahmati doirasiga kirgizadi. Bu ro'shan murodga yetishdir. Kofirlarga kelsak, ularni ayiblash yuzsidan ularga mening oyatlarim sizlarga o'qib berilmadimi? Sizlar cho'ngchilik qilib uningga iymon etishdan bosh tortdinglar. Sizlar gunohga cho'mgan qavm edinglar deyiladi. Sizlarga Allohning va'dasi haqiqatan haqdir. Qiyomatda, ya'ni qiyomatning bo'lishida hech shak yo'q deyilsa, sizlar haddidan ziyoda sarkashliginglardan qiyomatning nima ekanligini bilmaymiz, faqat uni bo'lishi mumkin deb gumon qilamiz, uningga biz haqiqiy ishonmaymiz dedinglar. Oxiratda ularning qilgan yomon ishlari oshkor bo'ladi. Ular dunyodagi chog'larda masxir qilgan azob ularni o'rib oladi. Sizlarning mushu kundagi muloqotni unutganliginglarga o'xshash, bugun sizlarni unutdimiz. Sizlarning joyinglar do'zax bo'ladi. Sizlarni azobdan qutqizadigan hech qanday yordamchi bo'lmaydi. Bu shuning uchunki, sizlar Allohning oyatlarini masxir qiladigan narsa qilib oldinglar va sizlarni dunyo tirikchiligi oldi. Bugun ular do'zaxdan chiqarilmaydi. Ulardan tavba qilish va ibodat qilish bilan Allohni rozi qilish talab qilinmaydi. Jami hamd sana osmonlarning parvardigori, zaminning parvardigori va olamlarning parvardigori Allohga xosdir. Osmonlardagi va zamindagi ulug'liq Allohga xosdir. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir.